Mana stadionlarimiz bor, tennis do'konlarimiz bor. O'shalarga yarasha sportsmenlarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Qaysi viloyat bajargan bo'lsa, men televizorda ko'rdim, hammasi chiroyli gaplarni gapirdi. Men poylab o'tiribman, 12 ta viloyatimiz bo'lsa, masalan, hammasida bir xil gap ketdi. Nima deydi? Shu yerda shudgarni chuqurroq haydaganligimiz uchun shu chigitni vaqtida ekib qaraganligimiz uchun gonglarga silitrani aralashtirib, molni go'ngiga tovuqnikini aralashtirib, shu sepganligimiz uchun mana paxta planlar bajarilib ketdi. 55 sentrdan paxta oldim. Zo'r bo'ldi. Boshqasi gapirsam shuni o'zi. Birortasi ob-havo yaxshi keldi, bu yil paxta yili bo'ldi demaydi. Mana noyabr bo'lishiga qaramasdan biror marta yomg'ir yog'madi. Hammasini bir so'tga topshirdik. Ob-havo ham zo'r keldi. Bu Alloh tomonidan deyishyor. Nima deydi? Yerda chuqurroq haydaganligimiz uchun suvni 4 marta emas, 5 marta quyib yubordik. Mahik bo'lib ketdi paxtalar, ko'saylar ham mahne bo'lib ketdi. Ochilganda mahne bo'lib ketdi hammasi. Zo'r bo'ldi-da deydi. Nima uchun o'tga kelib planni bajarmading? Demak, sen chuqurroq haydamagansan. Silitrani sepmagansan. Go'ngni ham aralashtirib bermagansan. Nega endi buyurishni qildik? Endi yanaliga ko'ramiz bor yangi yilda. Agar mobodo xudo ko'rmasin bitta ikkitasi bilan to'lazmay qolsa, bahona tayyor. Nima deydi? Ob-havoning noqulay kelganligi tufayli. Birinchi bahona ob-havo. To'lmay qolsa ob-havo, to'lib qolsa zo'r ishladim-da. Panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, ways. Ko'rganingiz uchun rahmat do'stlar. Agarda video sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosing va kanalga a'zo bo'ling.